Mirzo Ulug'bek tumani Yalang'och dahasida joylashgan Uyut deb nomlangan turar joy majmuasining 5-qavatidagi 5 xonali uyimizdamiz. Hozir men sizlarni chiroyli qilib tanishtirib chiqaman. Bu uyimizning narxi ham juda ham zo'r narxda chiqqan. Oxirgacha ko'rsanglar, oxirida narxini ham aytib o'taman. Aziz o'rtoqlar, asosiy kirish eshigimizda kirganimizda stroyniy shkoplarimiz bor va o'ng qo'lda ko'rsanglar bo'ladi, yosh bolalar yotoqxonasi bor. Juda ham chiroyli qilingan. Bu yoqda bo'lsa, 2 ta sanuzulimiz bor. Umumiy uyimizda 3 ta sanuzul bo'ladi. Bu yoqda yuvinish xonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Alohida dushovoy kabina qilingan. Bu yoqda bo'lsa, vannalari bilan qilingan. Alohida yana bitta yuvinish xonamiz bor. Bunaqa uyda katta oila bilan yashagandan keyin yuvinish xonalari juda ham kerak bo'ladi. O'shaning uchun yuvinish xonalarini juda ko'p qilishgan. Bu yoqda bo'lsa, bizani mehmonxonamiz, lounge zonamiz, kattagina televizorlarimiz ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli qilingan. Uyimiz oppoq attachentadan chiqqan. Bu yoqda bo'lsa, yosh bolalar yotoqxonasi yana bitta ko'rsanglar bo'ladi. Dars qiladigan stol stullari bilan shkoplari, hamma sharoitlari, tashqari qaragan oynalari ham bor. Bu yoqda bizani ayollarimiz uchun oshxonamizni tayyorlab qo'yishgan, kattagina idishda yuvadigan qurilmalarigacha qo'yishgan hamma texnikalari mavjud. Bu yoqda katta 2 ta kamerali muzlatgichlar ham joylashtirilgan, ko'rsanglar bo'ladi. Uyimizda domofon qurilmalari ham bor. Bu yoqda yana bitta yosh bolalar yotoqxonasi bor, ko'rsanglar bo'ladi. Kengina qilingan, juda ham katta, ko'rsanglar bo'ladi. Dars qiladigan stol stullargacha oynalari ham bor. Xo'p, bu yoqda bizani master yotoqxonamiz juda ham keng, kattagina, ko'rsanglar bo'ladi. Kravatlari o'zini, tashqari qaragan oynalari, bu yoqda shkoplari, bu yoqda ayollarimiz uchun komodlari ham mavjud. Va bu yoqda master yotoqxonamizning o'zini yuvinish xonasi bor, ko'rsanglar bo'ladi. Kattagina keramik vannalari bilan 2 talab unvannili qo'yilgan. Er-xotin bemalol ertalab shoshib turgan paytda yuzlarini yuvsa bo'ladi. Xo'p, aziz o'rtoqlar, uyimizdan narxiga keladigan bo'lsak, 220 ming AQSh dollarida kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxlarda baraka qilib beraveramiz. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi. Hammanglarga omad.